Zamonaviy reproduktologiyada deyarli bepushtlikni muammosini yechimi bo'lmagan holatlar qolmadi. Ya'ni deylik, turmush o'rtog'ingizda urug' hujayra bo'lmasa ham yoki ayolda tuxum hujayra qolmagan bo'lsa ham, hattoki bachadon bo'lmasa ham hozir yechim bor. Ya'ni ko'p holatlarda asosan Yevropa, Amerika davlatlarida donorlik programmalari yoki surrogat ona programmalari tavsiya etiladi. Xo'sh, bizning davlatimiz va dinimiz bunga qanday qaraydi? Butunjahon Islom fiqh akademiyasi 80-yillarning boshida maxsus reproduktologlar uchun chiqargan fatvosida shunday deyiladi: eko muolajasi faqatgina tibbiy ko'rsatma bo'lgan holatidagina diniy nikohdan o'tgan ikki shaxs o'rtasida amalga oshirilishi mumkin. Davlatimiz tomonidan ham qonuniy zagsdan o'tgan ikki shaxs orasida qo'shimcha reproduktiv texnologiyalarni amalga oshirish mumkin sanaladi. Shuning uchun islom dini va konstitutsiyamizga ko'ra donorlik programmalari, surrogat programmalaridan foydalanish taqiqlanadi. Aslida donorlikka ruxsat berilgan davlatlarni oldida hozirgi kunda hosil bo'lgan muammolardan bittasi bu insest holatlarini yuzaga kelmasligi. Ya'ni bu nima degani? Masalan, deylik, donorlik programmasi uchun bir erkak ma'lum bir miqdorda, ya'ni 3 marta, 5 martagacha o'zini spermasini donorskiy bankka topshirishi mumkin bo'ladi. Va bu ma'lumotlar albattaki konfidensial sanaladi. Hech kim ishlatilayotgan donor kimligini deyarli ma'lumotiga ega bo'lmaydi. Lekin kelajakda bitta donordan hosil bo'lgan, tug'ilgan ikki farzand uchrashib qolmasligiga, ular ham o'zaro nikoh qurmasligiga hech kim kafolat bo'la olmaydi. Shuningdek, boshqa donorlik bilan bog'liq bo'lgan muammolar yetarli. Agar ular sizga qiziq bo'lsa, albatta u haqida ham alohida video tayyorlab sizga taqdim etamiz. Buning uchun bizga obuna bo'lishni unutmang, kommentariyallaringizni kutamiz.